Vai na onda do lança, vem pra casa do Mandela. Pra dar a xereca, vai, 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 pra dar a xereca, vai, 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 pra dar a xereca, vai, 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 na onda do lança, vem pra casa do Mandela. Dela, casa do Mandela. Na onda do lança, vem pra casa do Mandela. Vai, 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 pra dar a xereca, vai, 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 pra dar a xereca, vai, vai, na onda do lança. Sekin yurganman. Hayotda noto'g'ri yo'lga kirib qolgan taqdirimda ham hech kim to'g'ri yo'lga boshlamagan. O'zim narigi ko'chadan aylanib o'tganman. Bu ko'cha loy ekan. Noto'g'ri-da, endi loydan yurish noto'g'ri-da. To'g'ri yo'ldan yurish kerak. Hayotda ko'p yiqilganman. Hech kim tirgak bo'lmagan. Hech kim yo'q yerda yiqilganman-da. Shuning uchun o'zim turib olganman o'rnimdan. Hozir zamon kimniki o'zini bosib olib ish qilib yurgan, bir chetda akkuratni o'zini ishini qilib yurgan odamlarniki. Umrim yo'lda o'tadi, doim safardaman. Qayoqqa shoshaman bilmayman. Uyda o'tirishdan yaxshiroq. Siz haydayotgan cho'tki mashina bir kun kelib tobutizga aylanishi mumkin. Siz kiyayotgan zo'r kiyimlar bir kun kelib kafan bo'lishi mumkin. Tug'ilganimizda qo'lni ko'tarib olib chiqishadi. Oxirida ham shunaqa, qo'lni ko'tarib joyimizga yotqizib qo'yishadi. O zo'r bo'lib qoldi-da. Zo'r bo'lib qoldi. Faqat bizani pulimizni sanash bilan ko'pchilikni umri o'tib ketadi. Pulni sanash nima mashina oldi, nima telefon tutadi. Besparava mashina haydash, bankga qo'yib, lo'burib olib, mana shunaqa temal bo'lgan-da. Asosiy men odamda yoki yoshligimda men katta boladek qaraganlar-da. Parklarga kirib aylanish, bir narsa bo'lmagan-da men. Meni akalarim menga juda qattiq turardi, gapirardi, menga bunaqa ish qilmam. Ota-onam yig'lagan qoladi, onam misol ko'z yoshlarga arzimaydi, kimdir bilan urushib to'polon qiladi. Alhamdulillah vaqtimga qadam borliklar uchun ham shu darajaga yetib keldim, motivatsiyamni sindirmasdan shu. Nima bo'lsa ham muammo o'ylama, o'zingga hech nima qilmabdi-yu, o'zing yaxshi ekansan.
sekinroq haydagan o'rtoq tovni qara, atasini qara. Ayamay bosyapti. Bugungi kunda men hamma his-tuyg'uni arendaga o'xshataman. Do'stlik, sevgi, qarindoshlik, hatto turmush ham. To'lov tugagandan keyin bir-biridan ketadi. Arendaga o'xshaydi. Pulingiz bo'lmasa do'stlaringiz qolmayapti, demak, arenda vaqti tugadi. Kuchdan qolgandan keyin xotin undan ketib qolgan vaziyatni ko'p eshitaman, zalga keladi. Demak, arenda vaqti tugabdi-da, mujik. Qarindosh urug'lar bir-biriga yordam bermay qo'ysa, arenda vaqti tugabdi-da, значит. Arendaga o'xshataman. Haqiqiy do'st o'sha yo'qchilikda arenda puli tugaganda ko'rinadi. Ungacha ko'rinmaydi. Maktabda bitta she'r yodlagan edi, esingdami? Ishlaring yurishib turgani asno, ko'payib ketadi xeshu aqrabo. Darwinning kitobini qo'ltiqlab olib, tog'a deb keladi maymun ham hatto. Esingdagi hali. Endi kim bo'lasan? Omadsiz bo'lmoqchimisan? Omadli bo'lish mumkin, lekin dushmanlaring ko'p bo'lishi tayin. Yoki omadsiz bo'lib, bir talay do'stlaring bo'lishi mumkin. Har bir odam o'ziga hayot yo'lini o'zi tanlaydi. Siz ishingizni kutib, ortingizdan choh qazib yurgan dushmanlaringiz yetarlicha. Ularni to'xtatib qo'yish ham siz uchun ortiqcha muammo tug'dirmaydi. Lekin barchasi bundan-da zo'r bo'lib ketgach, ko'zlaridagi nafratga qarab jilmayib qo'yish bundan-da yoqimliroq. Qayerda nimadir ko'rsangiz, mani o'rtoqlarim unaqa, mani bu o'rtoq do'stlar yomon. Sen o'zing to'g'ri bo'lsang, misol uchun, to'g'ri do'stlar chiqishi mumkin hayotingda. Men uverin bo'lib ayta olaman, menda o'rtoqlarim ko'p, lekin do'stlarim kam. Qanaqadir muammo bo'lib qolsa, 20 ta do'stim bor deb qilsangiz, telefon qilsangiz, misol uchun, ikkitasigina balki hech kim yordam bermasligi mumkin.
Eskini bekorga yetishmagan. Yo'qchilik eshik qoqib kelganda muhabbat oynadan qochadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar yaxshi bo'lmadimi, demak hali uni davomi bor.